Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana ariga qarashni boshladik. Bugungi vazifa onasi ochib chiqdimi yo'qmi ko'rishimiz kerak. Qani uyasi ochibdimi yo'qmi? Yo'q, ochgan yo'q, ag'da uya. Nima ekan bu? Yo'q, ochib So'z bo'ladi. Maytda ham bitta bor mana. Qani. Bu ham sut. Uyga olibdi dedi. Bitta choqoldi mana. Qo'ygan uyamiz. O'sha qoldimi hozir? Yana bormi bitta? arilar ovqat berishni boshlaganmiz. Уже 4 kun bo'lib qoldi ovqat berishni boshlaganimizga. Уже yig'ib qo'yibdi ancha ovqatlarini, kaltiratib qo'yibdi. Hozir kameraga ko'rinmayapti. Bunda Bugun kechgacha ochar ekanda. Nima? Mana buni yaqindan olib keldim, tutashini qaranglar. Ko'p tutash ham zarar. Nomiga tutib turish kerak. Qara. Na, onasi. Juda susga o'xshayapti-da, mana shu ona bor. Yo'q, bu bir kunlik bor ekanda. Hozir ochib tashladik-da biz. Ochib tashladingmi? Ochib tashladik, yuribdi lekin. Nima qilsa bo'ladi? Kirmakka. Ha, u yerga qo'yib yuboraveraylikmi? Endi zotli qo'yaylik, to'dimda chala qo'ymaylik. 100 ming Bu yerda orib qochib chiqmasa agar maxsus onalardan olib kelamiz. Qancha pul dedingiz? Bittasi 100 mingmi? Uchib tushgani 100 ming. Bitta uchib tushgani 100 ming so'm. Nimasi 25. Urug'a lekin yopib qo'ydiganimiz. Bundak. Las onalar ochmabdi hali. Arilar ishlayapti. Mana arilar. Bu xurmodan ham rosa shunaqa olar ekan. Chang. Telefonga qanchalik eshitiladi? G'ijillayapti. Mana shu xurmon tagiga kirilsa. Arilar. Changni yaxshi olar ekan mana shu xurmondan ham. Mana meh qo'ygan gullar. Osma gullarga ham bir baho berasizlar. Bu tarafga masjidlarga ekilgan, mana shunaqasiga katta bo'lib, endi bu tarafga o'tdi. Gullaringizni ham ko'rsatib qo'yapman-da, ya. Bu tarafda juda unchalik emas, endi boshladi mana shu ishlarni. Keyin pardaga o'xshab tushib kelaveradi. Mana shunday qilib ekan, tekis qilib. Mana birinchi ekilganlar bu mana shu taraf bo'lgan. Uzumdan xomta qildik. Uzumlar yaxshi bir ikkita tovuq sotib oldim bozorga chiqib. Tuxum tug'ar ekan. Bitta xo'roz sotib oldim. Bitta makkan sotib oldim. Boqib ko'rmoqchiman. Mana tuxum tug'ar ekan. Mana yo'q tuxum turibdi. Hozircha tuxumiga tekkanim yo'q. Nimagaki bir 7-8 bo'lgandan keyin kurki bo'ladi degan umiddaman. Bosib yotib qoladi o'zi. Qo'ylar ko'rsataman sizlarga. Ikkita qo'chqor bor edi. Bittasini so'yib sotdik. 52 kilo go'sht bo'ldi. 6,5 millionga sotdik bitta qo'chqorni.
Mana bu kichikroq edi, hali boqilyapti bu. O'zimiz jaydari qo'chqirlardan. Mana. Bu tarafda yana qo'ylar bor. Ko'p hammasi tug'di. 7 tasi tug'di. Tagini tozalab tashlashim kerak bir. Bu mana shular birinchi tug'ilganlardan bir, mana va ikki. Qolganlari mayda hali.